Neger. Bugun sizlar bilan men mana shu yerda yashab ko'raman. 100 kun. Qaysi biridan boshlar ekan? Xo'sh. Mana shundan. Birinchi kunga keldik. O sandiqlar. Sandiqning ichida nima bor? Daraxt. Daraxtni chopib olay. Xo'sh. Endi biz yaxshilab tayyorlanishimiz kerak. Qani boshladik unda. Yaxshi. Bunda nima bor o? Non, lava, suv, yo'q muz. Bunda nima? Ya. Bo'ldi. Xo'sh. Biz hozir bunday qilamiz. Bo'lmasam birinchi o'rinda biz taxta yasab olamiz. Qani yaxshi. Verstak. Cho'p. Birinchi bo'lib eng asosiysi kirk. Keyin buzib olamiz. Mana tayyor. Endi biz bu yerga birinchi bo'lib muz. Uni buzib olamiz. Va lava. Mana endi biz bu yerni olamiz. Va tosh qazimiz. Naql qo'ysaychi. Ko'rdiringlar. Birinchi bo'lib toshni qazib olamiz. Bir kun o'tib olsin. Bir balo qilamiz. Toshli kirka va sen bilan xayrlashamiz. Bo'pti. Xayr. Biz toshli kirkani qaysiz? Va bundan ozgina sabr qilib turasizlar endi. To'xtanglar. Daraxt o'sib chiqdi. Xo'sh. Daraxt o'sib chiqqan bo'lsa, biz bu yerga ekib qo'yamiz. Chiqmaydi. Shungacha biz ishimizni qilib turaveramiz, bolalar. To'xtanglar-da. Menda sizlarga bir savolim bor. Oq it bor-ku. Nega? Hammayoq oq, lekin burni qora bo'ladi. Aytinglar. O'sha javobni topinglar. Javobini topib olinglar. Mana sizlarga savol. Bo'ladi. Boshlandi bizda.
va biz qachon o'tarkan deb o'ylab o'tirdim. Qachon o'tishini bilmadim. Qo'limga olaman. Endi biz mana shuni qo'llab olgunimcha kutib o'tirasizlar. Deyarli bir stakan bolalar. Bakinglar. Bu nomini bilmayman. Modni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Yo'q, Telegramga. Qachon to'y o'tarkan? Qachon bo'ladi? Hali endi bu birinchi kun.